Gap qısılıcı ata. Japa mushaqqatga chidashni menga sil o'rgatgan-ku. O'zlarini yo'qotib qo'ymasizlar. Xolid, bo'ldi qisla. Atimizni aram olg'il qo'ysizlar. Aram elayotgandek emas, behushli yotidi. Kelsizlar, sizga deydigan so'zim bor. O'zlarini tutib olsizlar. Hakim amalsiz qelyotidi. Hammanglar qo'ldan kelish chiqyotidi. Shundaqdimi saqaymayotidi. Har mushkulchilikdan keyin bir osonlik bor. Ulug' Alloh rost etidi. Duo qilmoqdan boshqa choramiz yo'q. Sizning yuklari og'irlashdi. El-avomning manfaati uchun otlarning o'rnida ishlarni o'rlashtirsizlar. Unda qilolmayman Salma. Bu mumkin emas. Qila oladilar shahzodam. Vazir Asron mening o'rnimda ishlarni yurishtiryotidi. Shunga men Xalif otamning yanida qolay. Baj xarajlarni texnik yig'ib bo'lolmadingizmi ya Saulbegi? Dehqonlarning bojini to'liq topshira olish uchun hamon vaqtini saqlayapmiz, vazir janoblari. Kim dedi saqlanlar deb, he? O'tgan yili xalifa oliylarning farmoni bilan shunday qilgan edi. Bu yili o'tgan yilga o'xshamaydi. Bojni dal vaqtda topshirish kerak. Buni to'liq yig'ish mening vazifam ya Saulbegi. Tushundingizmi? Bildim, ammo dehqonlar texi usul olmagan tursa, qandoq bera oladi? Qandoq qisqamamdi. Agar vaqtida to'lamasa, undaqda biz ularning yerlarini, o'tloqlarini va uylarini tortib olamiz ya Saulbegi. Tushundingizmi? Shahzodimiz Xolid bilan kengashib baqsaq, qandoq bo'lar ekan? Shahzodimiz hamma ishni menga topshirgan. Boshqa gaplar bor o'xshamamda. Men yo'q, yo'qsa darhol baja keltiraman. Ya Saullarning maosh haqida gap qilgan edilar-ku deyman. Ammo hozirgidek vaqtda maoshning gapini qilsam yaxshi bo'lmag'idek. Hech qisi yo'q ya Saulbegi. Ya Saullar qo'shimcha ishlasin. Ondan maoshni o'stirib beray. Nima? Rost shunday qilamdilar? Boj xarajlar to'liq yig'ilib, xazinaga topshirilgandan keyin hozirgi maoshning 4dan 1chilik o'stirib beraman. Bu mening sizlarga qilgan va'dam bo'lib qolsin. Barakalloh. Yashab keslar vazir janoblari. To'xtasizlar ya Saulbegi. Xalifaning kesilini maxfiy tutishni sizlarga qayta topilmasam bo'ladi-ku deyman. Ha? Bu nim deganlari? Kesildi nim gunoh? Undaq emas. Bu davlatning obro'yiga munosabatlik ish ya Saulbegi. Tushundim. Durust. Davlatning obro'yini qo'g'dash eng muhim. Xabar sirtqa oshkorlanib ketmasin. Xotirjam bo'lsizlar. Maxfiy tutaman. Ata, qoziq Makkimizga mandilmi? Ha, qizim. Mening ayirib qo'yishimni kutayotgan bir muncha da'vat dasturlar bor. Undaqda sizlarni avar qilmay. Xalifa otangizning ahvoli qandaqroq? Hech o'zgarish yo'q. Ahvoli kundan kunga yaxshi emas. Alloh shifolik beray qizim. Xalifamiz solih yaxshi kishi. Valloh ko'rinmaydi-ku. Nima ketdi? Hujrasida Qur'on o'qib, xalifa buvisiga shifolik tilovatidi, qizim. Alloh sizga barakat ato qilsin ata. Sizga ko'p yig'irchiligimizni soldik. Undaq deman qizim. İşlerimni tugitibla hayal bo'lmay qaytaman. Bo'lamdi. Öylerge çamrah bo'lmaymi azirdim? Yo'q, bo'ldi. Bir necha kun qizimnikida turib qolaman. Zarzor. Yaxshi o'ylablar azirdim. Zarzor. Uyga berib, shatotga dam berib, gullarga suv qo'yib, ondan ketgan. Bo'lamdi. Baş üstüge azirdim. Allah rahmet qilsin. Mana aylanay. Qanday ahvolinglar qo'zdirim? Allah shukri buva, dadamning keyni turib xatmi Qur'on o'qidi. Yaraysiz. Safa qizim.
Men mi birga o'qidim? Sen mi yaraysan? Seyfiddin. Endi qisning davomini aytib bersizlar, bova. Qaysi qiz sen? G'orga so'linib qolgan 3 kishining qissasi. Ben kızgarlı kızken apa. G'orda tunamoqchi bo'lgan 3 kishi haqida so'zlab berayotgan edi. Ular qarıq kirgende bir kurap taşkarının eğizi etip aldı. Undaqda taşni elib etmedimi? Tosh bek cho'nkan. 100 kishi bo'lsa-mu ko'taranmaydi. Shundoq cho'q tosh. Buningdan keyin qanday qopdi? Buamның etip berişi saklavatınız. Qani o'ltiringlar. Davomini aytib beray. Qoramtosh g'orning eg'izini havo va yo'riqliqmi kirolmaydigan darajada butunlay etib oldi. Bana yardımlaşınlar. Taşını iştirelim. Kilonlar. Shuncha ishtirsak-mu, paysi olmayvasan. Bak isib ketyapti. Nafas olishmi qiyinlashib ketdi. Tek tünügün. Soğuktan öley degan to'q. Mana endi issiqdan öley deyapmiz. O'tning nima foydasi? O'tni o'chirib o'tayli. O't bo'lmasa hech nimani ko'rolmaymiz. Ko'ralsak-mu nima foydasi? Mushar o'lib ketgan bo'ldik. O'lib ketgan bo'ldik. Umidinglarni uzmanglar birodarlar. Alloh rahim qilib qiyinchiligimizni osonlashtirib berishi mumkin. Undaqda Allohga duo qilaylik. Kimning Alloh arzigidek yaxshi ishlari bo'lsa, shuni aytib Alloh yolvursin. Sen nima ish bilan birga duo qilmaysan? Yaxshi amal ibodatim bo'lgan bo'lsa-da, birinchi bo'lib duo qilgan bo'lardim. Men Allohning roziligini ko'zlab bir ish qilgan edim. Shu Allohga yarab qolsa ajab emas. Qani aytib boqqana, anglab boqaylik. Men burun kala beqib sutini seg'ib sotatdim. Ota-onam bo'lsa yashinib qolgan edi. Rabi, men ustingizdan ozroq setib emansiz. Kechiring, sotamayman. Ismim Irfon. Cho'ng savdogar bo'laman. Men avval ota-onam va uydagilarga sut berib, to'yg'izib bo'lgandan keyin oshqon sutlarni setib odatlanganman. Ular qanchalik sut ketilganligini mo'lcharlab ep qilib, qolganini satsangiz bo'ldi-ku. Tez bo'ling. Karvonga yetishmasam bo'lmaydi. Men o'z-o'zimga va'da qilgan. Sutni tunji bo'lib ota-onamga ishga tushishim kerak. Soat qilishni bilmaydi ekansiz. Tayyor fursatni o'tkazib, Alloh bilan bo'lgan soda eng yaxshi sodadir. Voy, anisi, ma Rabi bugün keş kaldı-ku. Ketişmeydi o Selman. İşimiz çoğayğançı severi kılalmaydıgan bulup kaldık-ku da. Siz kayıp kettiniz, Atika. Men degen tek yaş yigit. Menden 10 yaş çoğun ikenliklerini unutup kalmışlar. Selman, uxlap kaldılı mı? Bu bala neymiş ki kemmeydigandı deymen. Koçuda balalar olan oynavatkan gel. Rabi, küçük bal emez. Ayolları, balları var, çok çoğunla adam. Vay, sen kim? Ha? Bu uyda sen neymiş kılsa deymen? Yeni unutqaq kesellikleri başlandı mı? Hey. Assalomu alaykum. Kechirsizlar, kechikib qoldim. Qani olsizlar apa. Yangi sut ichib olsizlar. Men usunudum o'g'lim. Bir yutum bo'lsa-mu ichib paysizlar apa. Siz ichib paysizlar, barakati bo'ladi. Rahmat o'g'lim, rahmat. Alloh barakat ato qilsin. Hey bala, qani süt, tez ekemense. Qani olsizlar ata. Allah şifalık qilib bersin. Mening kashim qani? Hojatga chiqaman men. Ko'tirib chiqaymi ata? Nima dedi ya?
Özüm meni çıkalayman men. Ma'qul ko'rsizlar birdan paranglashsa qandaq? Oyat ayoldan paxas bu. Bir narsa o'g'irlab ketmasa yana. O degan opam. Yot ayol emas. Ha, opammi? Undaqda yaxshi. Salomat kepsiz ata. Qandaroq turyapsiz Nira? Alloh shukri yaxshi ata. Ayolingizning baliqini unutmabsiz, a? Dadam g'amra bo'lib, o birdan o'ltirib qoldim shu. Bizni o'ylab qo'ymaydi ekansiz. Apa, dadam bek charchab ketgandi, qo'sqim acha qachon. Ha? Uyda tomoqqiqdek hech nima yo'q tursa. Qo'sqim och emas. Birdan aramasamni bo'ldi. Turib to'ylar qarg'il barman. Anglang Robi. Cho'nglar bilan bir uyda yashapmi, har kuni sizni ko'may o'tib ketyapmiz. Qani deb biqma. Sizga ming qatim degandimmi? Ota-onamning oldin xabar elish. Hayotimdagi eng muhim ish. Asli siz menga bu ishda hamdamda bo'lishingiz kerak edi. Abi oğlum kemmedi mi? Ya, Hiç kömeymen ha. texkemmidi. Biçar oğlum. Her günü zirikmey, tirikmey. Bizden halimizden haber aldı. Yeni uxlab qaldın mı? Mening uyqum kelyapti. Burun uxlasa, balamizga mujabbo bo'lmaydi. Men uxlay. Assalomu alaykum. Uxlab qopti-da. Uyg'ot etmay, saqlab turay. Ular aramqida uxlaversin. Dada, qo'sqinbek echib ketdi, sut ichma. Chidan qozam. Cho'nglar ichkizib olgandan keyin andin beray. Saqlayolmayman. Cho'nglar ichirmay turib, boshqalarga bermaslikka va'da qilganman qizim. Robi, bu eteğin kipsiz oğlum. Nemişki hujranda uxlamaysan, Rabi? Yaxshi turibsizlarmi? Atiganlikinglar xayrli bo'lsin. Qani bahuzur sut ichinglar. Keçiyi suqaçısını götürüp, kollarınız telip ketkendi o balam. Sana Allah rahmet kılsın. Qani bahuzur sut ichinglar. Allah bu qilganlarini yedi qo'ymag'ay. Onunga ko'p ajr ata qilg'ay. Ey Allah. Mehribon Allah. Mening bu ishim sening rizoligingni ko'zlab qilingan bo'lsa, bizga rahim qilib, kamchilik qilib bizni bu yerdan qutqazgan. Elhamdülillah. Oxir sap havo kirdi. بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Kur'an taş dua bile müdürlüdü mü? Şunda kızım, vardikiler ölüp ketmesin deb Allah Teala Kur'an taşını mediriltip bargı yoruluq ve hava kirgizip berdi. Tosh medirilgan bilan baribir ular o kichikgina yerdan chiqib ketammaydi. Shundoqmi buva? To'g'ri,
Nemi yap? Nemi içidi o? Açlıqqa va usuzluq qanchalik chidiy olaydi o? Keyin qanday bo'ldi ata? Davamını aytib beray inshaalloh. Sizlardan kutadiganim Allohga xolis duo qilish. Tushundinglarmi, bolalarim? Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah köngüllenik yürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberini tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eylem bendiniz Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da Var hakiki İslam Dağlar yer başını İzmin tüker yaşını Bul eylem Allah'ım tevbimizni Rahim eylem bendiniz Zahitlar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz kine